Zarip'ten Tibetkilik hasa qaytadigan bolsa, aldı bilen Şinjanның vaziyetini kontrol qilish. Şinjanның muqimligini avval muqimlashtirish. Bundaq gapim bor. Buni biz paraz qilsaqmi shundaq deymiz, qiyos qilsaqmi shundaq deymiz. Lekin men bir nuqta shuning ishini menga hozirgacha bir inson sifatida Dalay Lama hayot cheg'ida Lixasaga qaytish kerak. Bu qachon? Siz biz bilmaymiz. Hech kim bu qaytiga vaqt e'lon qilmadi. Lekin bu yerda qistab kelayotgan bir ish Dalay Lama hozir 81 yoshga kirdi. Bu qaytish kerak. Ey do'stim, bu qaytish kerak. G'arb dunyosi demokratik davlatlar uni 50 yil mobaynida qo'llab keldi. O cho'qim Lixasaga qaytish kerak. Mayli Himalaya tog'larini atlab kelgan bo'lsin. Masalan 1998-yili 97-ayda yuqori qonunlarga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yuqori qonunlarga qo'l qo'yib, shu vaqtda Jiang Zemin nima dedi? O'zi Shanxidagi Butayshan butxonasiga Beijingdan keladigan Butayshan butxonasiga Dalay Lama Hindistondagi Dharamsaladan keladigan Butayshanda uchrashib, Jiang Zemin Beijingga qaytadigan Dalay Lama Lixasaga qaytadiganga ma'qul degan qo'y. Endi siz shu vaqtda Jiang Zemin ma'qul degan yo'lni Xojintao inkor qildingizmi? Bugun shu vaqtda Jiang Zemin ma'qul degan yo'lni siz Rais Xi Jinping Xojintao sizlar inkor qildingizmi? Mumkin emas. Sizlar buni inkor qildingiz. Jiang Zemin va'da berdi, xalqaro jamiyatga va'da berdi. Sizlar buni inkor qilib, Jungoda puttirab turolmaysizlar. Xalqaro jamiyat puttirab turolmaysizlar, apandilar. Faqat yo'l ber. Dalay Lamani qaytish ruxsat qilish. Yani şu naqtada aytganda, hozir Şinjangda qabul qilayotgan saqchi 3000 nafar saqchi shikir o'lkalardan keladigan Xitoylarmi yoki sapli Uyg'urlarmi? Chunki bu yerda o'tkinchi davr bo'ladi. O'tkinchi davriga Uyg'ur saqchilari tinchlikqa, muqimlikqa mas'ul bo'lish kerak. Mesela Tibet'timi şundaq. Tibet'timi o'tkinchi davr bo'ladi. Chunki bu davrda Tibetning muqimligi tinchligiga Tibetlardan tashkillangan saqchilar mas'ul bo'lish kerak. Chunki bu yerda Dalay Lamaning qo'ygan 5 sharti, Amerika Kongresi qo'ygan 5 shartdan birisi harbiy ishlardan xoli rayonga aylantirish. Tibetni harbiy ishlardan xoli rayonga aylantirish. Demak, bundan nuqtada ozodlik armiya chekinadi. Demek ki hozir Qashqarda elayotgan saqchilar nimaga ishiltsan? Bir post quturish qilmay yoki yana buning ichida sen kishilarga aytolmaydigan. Kishilarga ayt qilib bo'lmaydigan yana boshqa sirmi bormi? Men faqat amaliyatini qarabman, o'zimning farazi va qiyosi bo'yicha savol qo'ydim. Ya'ni kishilarga ayt qilib bo'lmaydigan boshqa bir ish tayyorlik qilayotgan yeringmi bormi yo'qmi? Endi yana bugun bir xabar keldi. Xabarda hozir Jungo ozodlik armiyasi Afg'onistonga kirdi ekan, Afg'onistonda harbiy harakat boshlaydi ekan. Harbiy harakatning ko'lami zodi qanchalik? Amerika Qo'shma Shtatlari buning ruxsat qildimi? Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining buning xabari bormi? Jungo armiyasining Afg'onistonga kirishiga Amerika Qo'shma Shtatlari qanday muomala qiladi? Masalan, Jungo armiyasi Afg'onistonga kirib nima ish qiladi? Nima faoliyat qiladi? Shu yerga yerlashgan Uyg'urlarni tutib qo'lga olamdi va yoki Talibanga qarshi yani başka noktada hareketler bunu bilmeyiz. Lekin Xitoyning maqsadi Afg'oniston chegarasiga askar to'plash, Uyg'ur mustamlika Turkiston Afg'oniston chegarasining bexatarligini qo'g'dash. Har qanday ehtimol ostida bu chegaraning bexatarligini qo'g'dash, har qanday ehtimol ostida bu chegaraning tinchligini qo'g'dash. Bu demak zarurda. Chunki agar Lixasada, Urumchida, Tibetda Sharqi Turkiston mustamlikida bir siyosiy o'zgarish bo'lsa, ya'ni mundaq aytganda Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonunlarini, amr farmonlarini e'tirof qilish asosida, xalqaro jamiyatning taklif va talablarini qabul qilish asosida bir o'zgarish hosil bo'lsa, demak buning uchun bu chegaralarning tinchligini, muqimligini qo'g'dashimiz zarur bo'ladi. Yani onun başkanda maqsadlar var buniki oshkora bo'lishi mumkin. Lekin bugungi aytganimizda mana müşahidi so'zlayotgan so'zimiz anda qo'shib qo'yaylikki, yaqindan biri to'g'ri battir shundaq muhokamalar qilishgan edi. Shundaq so'zlarni so'zlashgan edi. Masalan, nima deyishgan edi? Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo Kompartiyasi o'rtasidagi Janubiy dengiz masalasi, savdo masalasi,
Onundan keyin bir Cungu meselesi, Tayvan meselesi, Şangay'da demokratiya meselesi, Tibet meselesi qatarlıq meseleler. Şu meselelerin içinde en sezgürün mesele. Yani Amerika Cungu münasebetinin termometri sat sistemisi idi deyişken. Bugün sat sistemisi Kore'de kurulup çıktı. 5. ayının 7. günü sat sistemisinin üskünelerini, əsəhələrini yetkəb Kore'ye ekilip boldu. 2 ay içinde sat sistemisi hərəkət kilidi, yani vəzifi öteydi. Demek ondaqda siz hürmetlik vatandaşım Amerika Cungu münasebetinin qaysı devirge kirgenligini təsavvurunuzga taşlaq.